Olishib qo'llaring nima mana? Bor. G'ulom tog'a aytishlariga qaraganda siz noschi soatlab ushlab turasiz ekan. Shu gap rostmi? Senlarda aldashib bolalar. Men soatlab emas, haftalab ushlab turaman. Nosda pulim yo'q payti bor-ku. Yillab ushlab turaman kerak bo'lsa. Nima deysan? Yo'q-e. Yo'q emas, mana hozir ham og'zimda turibdi. Shu og'zidagi nosni oxirgi marta qachon chekdingiz? Bunga ko'p bo'lmagan. 99 da nechinchi yil kollej bitirgan? 99-yillar bitiruv kechasidan beri turibdimi shu nos? Yo'q, shu 99-yillar bitiruv kechasidan bir hafta oldin jismoniy tarbiya domlasidan nos olib chekkanman. Shu nos bu. Qoyil-e. Yo'q, u domlaning ismi Qoyil emas edi. Baxtiyor Miydikin adashmasam. Shunaqa bolalarim. G'ulom tog'a o'zi nos chekishni birinchi bo'lib kim o'rgatgan sizga? Endi har bitta mahallada bitta bola bo'ladi-yu, qitmirroq. Mashina chekkinda zo'r bo'ladi, mazza qilasan. Hech bola bo'lmaydi. Ko'ngling aynisa 10 ga men qaytib beraman degan bola bo'ladi, bilasan-a? Menga xuddi el qatori shunaqa bola o'rgatgan. Shu nos chekadigan odamlarni qanday ajratib olsa bo'ladi? Xo'p, o'rinli savol bo'ldi. Qara, nos chekadigan odamda pastayani ko'z o'ynab turadi, mana aqilib. Nimaga ko'z o'ynab turadi? Endi qayergadir nos tupirish kerak, istab yuratib tupuradigan joy, hayvon. G'ulom tog'a shu nosni ham so'rab chekadiganlarga nima deysiz? Endi ularga gapim yo'q. Gapirganimdan foydasi yo'q. Chunki o'zim ham so'rab chekaman.